Rossiyada yashayotgan Jaydari o'zbek kelinidan butun dunyodagi Kamola ismli opa-singillarimiz uchun video murojaat. Yaxshilab eshitinglar qizlarjonlar. Instagramga kirdim degunimgacha kredit olganda birovdan maslahat so'ramay olgan, lekin kreditini yopish paytiga kelganda "Davayte hammamiz 100 so'mdan 200 so'mdan tashlasak, shu bitta kreditni yopib qo'yamiz, birgalashib kreditlarni yopamizmi?" degan odamlarga ko'zim tushyapti. Va men ham ismim Kamola bo'lgani uchun butun dunyodagi ismi Kamola bo'lgan opa-singillarimdan adash sifatida yordam so'rab chiqsam bo'ladi degan fikrga keldim. Meni yordamim pul yoki kredit emas, osongina menga obuna bo'lishinglarni iltimos qilib so'rayman. Shu Kamola ismlilar ichida ham bir mashhur bo'lay, buyuk katta ishlar qilayin, ismimizdan faxrlanib yuraylik iltimos. Qani Kamola opalarim, Kamola singillarim, bilaman sizlar meni qo'llab-quvvatlaysizlar. Xullas sizlardan yordam so'rab Moskvada bilasizlar, bilganlar biladi, salon ochganman, opa-singillarimiz uchun go'zallik saloni. Metro bilan shu ishxonamga ham kelib oldim. Metro Praizskayan 10-vextdan chiqqaninglarda to'g'rida торговый center Karenfor bor. Shuni 2-etajda meni salonimiz Jaydari kelin Beauty Center. Ayni vaqtda profilimda pulli yutuqlar o'ynalyapti. Men obuna bo'lgan 50 ta homiyga obuna bo'lib, pul yutib olish imkoniyatlari ham bor. GIF uchun syomkalarni ham oldik. Undan keyin salonda masterlarimiz shunaqa qilgan ishlarini syomka qilib uyga qaytdim. Tez orada 1 million ta obunachiga ega bo'lib, O'zbekistonga qaytishim uchun o'zingizni hissangizni qo'shsangiz juda ham xursand bo'lardim. Hammaga rahmat.